Noyabrda. Ha. Belda boshlangan, yo oyoqda boshlangan. Ya belda boshlandi. Belda boshlangan. Ha. Shundan qiyshayib boshladi. Shundan qiyshayib boshladingiz. Hmm. Mana bu siljishlar qachon aniqladingiz? Siljishlarda ya emirtaga tushgandan keyin. Emirtaga tushgandan keyin. O'zi ko'proq turganda og'riq berardimi, bermasdimi? Berardi ko'proq yurganda. Ko'proq yurganda. Endi o'zi ishingiz bozorda savdo. Bozorda savdo qiladi. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Hozir bir bemorimiz bilan rolik qilamiz. Bu yerda umurtqada siljish bor. 4 ta umurtqada diz tushirasi bor. Eng kattasi 9 mm, eng kichkinasi 4,5 mm. 5 mm, 6 mm, L4, L5 da 9 mm'lik diz tushirasi aniqlanyapti. Shu bemorimiz bilan hozir rolik qilamiz. Bu yerda nimasi ahamiyatli? Ahamiyatli tomoni umurtqani siljishi ham 3-chi ham 4-chi bel umurtqasida 1-darajali siljish aniqlanyapti. Akani o'zi kelishdan oldin rentgen tushishini aytdim. Rentgen tushirib tomografiya ilmasini tashlab rentgen plyonkasini. Bu yerda siljishni stabil turi bo'lgani uchun akaga aytdim, kelasiz buni davolasak bo'ladi dedikda, akani chaqirdik. Ne'mat aka ismingiz? Ha. Xorazmdan. Xorazmdan. Hozir 50 yosh. 50 yosh. 50 yoshda. Asosiy og'riqlar qachon boshlandi sizda? Asosiy og'riqlar shu 2024 noyabrdan boshlandi. Noyabrdan boshlandi. Asosiy belda og'riq bo'ldi. Belda og'riq. So'ng oyoqlarga berib boshladi. Oyoqlarga berib boshladi. Umurtqani qiyshayib qolish qachon bo'ldi? Yurishingizda qiyshayib yurish. Qiyshagani shu 1 oydan keyin shu dekabr oylarini qarab boshlandi o'xshaydi. Shu qiyshig'im ketmadi. U yerga davolandim, bu yerga davolandim. Qiyshiqligi shu saqlanib qoldi. Shu saqlanib qoldi. Ketmadi shu qiyshiq. Ketmadi. Oyoqqa og'riq berdimi, bermadimi? Oyoqqa berdim, uchunacha, sho'rlargacha. Ko'p yursam bildiradigan. Ko'p yursangiz. Uyushish, muzlash bo'ladimi, bo'lmasmi oyoqda? Uyushish, muzlash bo'lmasdi. Lekin harakatlar harakat chaqqan edi, harakatim bor edi. Ha. Bunaqalar bo'lgan. Bizlarga kelganda shu aniqlangan narsa hozir aytgandek, boyagi 4 ta grija aniqlanyapti, eng kattasi 9 mm. Kelgandan keyin tomografiyani yangilab bitta tushib yordik. Shu yerda ko'rilyapti. Endi aka so'ragan narsasi bu yerda umurtqada qiyshiqlik bor, shu to'g'ri bo'ladimi deb so'rabdi. Keyin o'tirgan ekan, boyagi o'tirdingizmi? Boyagi stolda o'tirgan ekan. Keyin gaplashib aytyapman, umurtqada qiyshiqlik to'g'rimaydi, shu turishda qotadi desam, keyin turib yuring desam, boyagi turib yuryapti. Umurtqa yonga fiksirni skelyoz bergan. Fiksirni skelyoz degani mana grija katta bo'lib ketsa, nervlar siqadi, nervni endi boyagi o'zini himoya qilaman degani mushaklar spazm beradi, umurtqa bir tomonga qarab qiyshayib qoladi. Umurtqa yonga qiyshayishi kuzatilganda bitta yuk ko'rsating ekan. Mana, nimaga chiqadi? Bo'ldi, izingizga qayting. Mana qarasangiz, hozir ham nisbatan chapga tortganini ko'rib turibmiz. Umurtqani o'zini. O'g'irlab oling. Mana, umurtqani qarayotgan bo'lsak, u kelganda juda kuchli edi, hozir ancha qaytib qolgan. Shunda ham lekin bor. Bu 1 oylar ichida to'liq qaytib oladi, xolos. Mana bu grijalarning razmerlari kichkinalashsa, keling o'tirib olamiz. Keyin qaytib qoladi. Endi mana bu siljish bo'yicha ko'pchilik savol beradi-da, Ne'mat aka. Masalan, siljishim bor. Borsam davolab berasizmi? Siljish davolayapman deyapsiz deydi-da. Keyin aytadi, rentgen tushingda tashlab yuboring deydi-da. Rentgen tashlaganda agar bu stabil turi bo'lsa siznikidek. Masalan, bitta bo'ladimi, ikkita bo'ladimi, uni davolasa bo'ladi. Shu turishda qoladi. Chunki orqasida ham kurchoklari boya aytgandek mustahkam ushlab turibdi. Faqat keragini ortiq harakat qilganda umurtqa joyidan siljigan. Buni stabil davolab bo'ladi. Ikkinchi turi bor, nostabil deyiladi. Orqadagi kurchoklar chiqib o'tgan bo'ladi-da. U chiqib o'tgan kurchokni qaytarib kirgizib bo'lmaydi. Yoki sinib ketgan kurchokni mana davolagan bilan foydasi yo'q-da. Unday holatlarda biz aytamiz, yo'q, foydasi yo'q, operatsiyaga boring deb aytamiz-da. Keyin bir xillar izohlarda ham yozib beradi. Sizni davolayman dedingiz-ku, nimaga dedi, men rentgenni tashlasam dedi, davolayolmayman deb aytyapsiz. Sizlar hammalaringiz mashinliksizlar, u buni yozib bergan bo'ladi. Keyin aytaman, davolab bo'ladigan bo'ladi deb aytamiz. Bo'ladigan biz aytamiz, bo'lmaydi buni davolab deymiz-da. Shunday endi akaniki birinchidan stabil formasi. Shuning uchun ikkita bo'lsa ham buni aytdik, davolab beramiz dedik. Hozir og'riqlar qanday? Og'riqlar qoldi-da, lekin shu qiyshig'im ketmagan. Qiyshig'ingiz endi bu 1 oylar ichida ketadi, boya aytgan gap. Oyoqqa bergan og'riqlar qoldi. Og'riqlar qoldi oyoqdagi. Yurishlaringiz bemalol qoldi. Yurishlar bemalol qoldi. Oyoq uchida ham tovonda ham yurasiz. Bemalol yuraman. Undan muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Oyoq uchida tovonda yuribmi? Kapchani yechib. Oyoq uchida tovonda. Tovonda. Shu mana to'liq. Endi oyoq uchida yuring.
Oldinga engashingda. O, bo'ldi, ko'tariling. O'tiravering. Keyin birdan shu yerda karsit masalasini aytib ketdik. Bularga zakaz qilib, o'ziga moslab karsit tiktirib yubordik. Qanchaga tikib berdi shuni? 350 mingga. 350 ming kelib ketishi bilan-da hammasi. Ha. Men o'ziga razmeriga o'lchab moslab karsit tiktirildi. Ish vaqtida aka bozorchi ekan, men don sotar ekan, shunga o'xshagan narsa sotasiz. Ha, to'g'ri. Shuni ish vaqtida taqasiz deb aytdi. Endi erkak kishi baribir ishlamasa bo'lmaydi, tirikchilik qilish kerak, boshqani qilish kerak. Shu vaqtda karsit taqib olasizda, shu bilan ishlayverasiz. Karsit bilan poyezdning farqi bor. Mana bu poyez, ilgari taqilgan poyez mana yumshoq, hech qanaqa nimasi yo'q-da mana. Xohlagan tomoningizga bukilaveradi. Bu issiq ushlab turadi. Karsit bo'lsa mana bunaqa ichida stilkalari bo'ladi-da, belda mustahkam ushlab turadi. Endi aptechnilardagi universal bo'ladi. Universal bo'lgan bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Ha, yopishtirib, u ham bor edi menda. Ha. Undan ham taqib. U lekin umurtqani o'zingiznikidek ushlamaydi baribir. Ha. Mana bu mustahkam ushlaydi. Endi ortiqcha vazn bo'lmasa, karsit taqtiramiz bizlar. Masalan, sizga o'xshab tana vazni normal bo'lsa, uni karsit taqiladi. Tana vazni ortiqcha, masalan, semizlik bo'lsa, boyagi qorin tortish kerak ichiga. Tortgandan keyin u jigar hammasini dimlab qo'yadi. Shuning uchun ularga aytamiz, hasad ya'ni uchun kerak aytamiz-da. Mana shularga qaraladi-da. Endi birinchidan kasalni o'zining holatiga qaraladi. Shuning uchun akaga mana karsit bo'ladi. Hozir berayotganimiz karsit beryapmiz. 6 oy davomida taqib yuradi. 6 oyga keyin dorilarni yozib beryapmiz. Papaya, vitamin D va mumyo hammasini kecha ko'rsatdimmi? 6 oy ichida ichamanmi uni? Ha. 6 oydan keyin qaytadan yana tomografiya qilib ko'rasiz. Yaxshi. Tomografiyada o'zgarishiga qaraymiz. Hozir 4 ta grizingiz bo'lsa, nechtasi surildi, qanchaga kamaydi. Shularni hammasini ko'rsatib o'tamiz. Keyingi narsa mashqlar masalasi. Mashqlar hozir endi mana bu 9 mmlik katta grija, fiksirli skoliozi bor. Mashqni hozir qilmay turadi. Aytdimmi, bir 15 kun, 20 kundan keyin boshlaysiz mashqlarni. Yaxshi. Chunki mana bu grijalar ustilari qotib, to'liq bitishib olsin, undan keyin mashq qilinadi. Hozircha pakoy. Uyga borib yangiga aytasiz, choy damlab kelsa, yarim piyola choy ichib turasiz, bo'ldi. Eng og'iri shu yarim piyola choydi. Rahmat, rahmat. Xudo shularni qilsak, rejimlarni to'g'ri qilsak, bulardan hammasi jo'jaga chiqib ketadi. Xudo xolasa. Undan sizga muammo qolmaydi. Rahmat. Qo'lingizdan dard ko'rmadim. Bo'ldi. Yaxshi. Charchamang. Rahmat. Salomat bo'ling.